Hello YouTube ahli, Bet30 kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, mablag'ni ko'rib turibsizlar, 22 ming so'm. Bugun shu pulni sizlarga hatyabi 200 ming so'm qilib ko'rsataman do'stlar. Короче, agar video yoqqan bo'lsa, video yoqsa haqiqatan ham ko'tarib olsam, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lar edim. Qaranglar, har ikkalasiga 2,5 ming so'mdan stavka qilamiz. Va bittasini agar siz asabingiz dosh bermasa 2 koeffitsiyentda olasiz, ikkinchisiga esa tegmaysiz. Ikkinchisini o'zingiz xohlagan koeffitsiyentda olishingiz mumkin. Men esa iloji boricha 10 koeffitsiyent ushlashga harakat qilaman. Xo'p, yaxshi, mana bittasini olib qo'yamiz do'stlar, 17,200 so'm. Ikkinchisiga tegmaymiz, hatyabi 10 koeffitsiyent. Blin, 909 koeffitsiyentda uchib ketdi. Xo'p, ana endi bittasiga 25 ming so'm stavka qilib ko'rmoqchiman, bittasiga esa 2,5 ming so'm. Davay, albatta bu risk. Lekin 22 ming so'm, 25 ming so'm, bori 100 ming so'm bo'lsa ham hech qanaqa narsa yo'qotmaydi odam, masalan. Xo'p, yaxshi, bittasini 2 koeffitsiyentda oldim, 54 ming so'm pul bo'ldi. Balans 2 barobar o'sdi, 56 ming so'm bo'ldi. Ana endi har ikkalasiga 25 ming so'mdan stavka qilib ko'rmoqchiman, lekin sizlarga buni maslahat bermayman. Mana ko'rib turganlaringizdek bittadak uchdi. Hech qachon balansingizni 100% tikmang. Balansingizni zo'r bo'lsa 5% ni yoki 10% ni tikib riskovat qilishingizni tavsiya beraman. Chunki bir marta omad kelmasa, tamom, sizning pulingiz tugaydi va qaytib bu o'yinni o'ynagingiz kelmay qoladi. Xo'p, hozir yana 2,5 ming so'mdan tikdim. Balansda 1300 so'm pul qoldi. Hozir ko'ramiz. Agar omadimiz kelsa, balansda yana tiklab olamiz. Yaxshi, davay. Nичего себе. Davay, blin. Yaxshi, 25 ming, 27 ming, yaxshi. Hatyabi 20 koeffitsiyent. Davay. Yaxshi. Bo'ldi, oldik. Tamom. Ikkinchisini 50 koeffitsiyent, davay. Bitta 50 koeffitsiyentda ushlaylik. Yaxshi, 40 koeffitsiyent. Nичего, blin, 41 koeffitsiyent ushib ketdi. Suka, блядь. Xo'p, 25 ming so'm stavka. Pasiga ham 25 ming so'm stavka, davay. Do'stlar, men sizlar uchun maksimalniy 100% balansda o'ynab ko'rsatyapman, lekin sizlarga buni tavsiya bermayman. Aytayapmanki, kam pulni ko'tarmoqchi bo'lsanglar, 100% balans deb olsanglar, masalan 100 ming so'mni 10% ni stavka qilishingiz mumkin. 5 ming so'mdan o'shanda ham 5% dan. Hech qachon menga o'xshab katta risk qilvormanglar. Xo'p, balans 179 ming so'm bo'ldi. Bu juda ham ajoyib. 22 ming so'm pul. Blyot, 10 koeffitsiyent. 25 ming so'mdan 250 mingdan 500 ming so'm bo'lardi. Yebat, koeffitsiyentga qaranglar. Pizdis naxuy. Do'stlar, bu bir win kontorasidan ro'yxatdan o'tish paytida Bet30 win promo kodini kiritib, $500 bonus pullarini olishingiz mumkin. Itak, pul chiqarishda, pul kirgizishda va boshqa любой problemangizlarni men shaxsan o'zim yechib bera olaman. Albatta ro'yxatdan o'ting, hisobingizni to'ldiring va keyingi videolarda mo'shni strategiyalar ko'rsatib boraman sizlarga mana shunday kam summada, chunki ko'pchilik katta pul bilan o'ynashga qodir emas. O'shaning uchun minimalniy kam summada video olib ko'rsataman sizlarga. Blin, 500 koeffitsiyent jalab. Lekin bizga umuman qizig'i yo'qda, blin, 25 ming so'mni agar tikkanimda, blyat, hozir kamida bir 100 million borda bu yerda, kamida. Blyat, 1,5 ming koeffitsiyent, pizdez naxuy. Blin, 2,5 ming koeffitsiyent, suka. Короче, do'stlar, ro'yxatdan o'tinglar. Agar qandaydir problema bo'lsa, bemalol menga yozishingiz mumkin. Itak, videoga like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ertaga stream ham qilamiz kazino bo'yicha. Endi har kuni video chiqarishga harakat qilaman. 9200 koeffitsiyent, pizdez naxuy. Короче, bugungi videorolik shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Telegram kanalim kommentariyada bo'ladi. Xohlasangiz o'tib obuna bo'ling.